Aka, Toshkent shahrida eng zo'r bo'lib ketgan rayonlar qaysiligini bilarmidingiz? Birinchi Center Towers'ni qarama-qarshisida to'ri tashkali domning ikkinchi qavatida 67 kvadratli 3 xonali zo'r xonadon topib qo'ydim. Ichkarini kirib ko'rib chiqamiz. Kirishimiz bilan mana stroyli shkaflarimiz bor. O'ng tomonda birinchi xonamiz bu spalnya bo'ladi. Tashqari qaragan o'zining oynalari bor. Bu xonadonimiz ulchniy variant bo'ladi, ya'ni skvoznoy. Havo aylanishi zo'r. Bundan keyingi xonamizda mana yana bitta katta razmerda spalnya, o'zining tashqari qaragan oynalari bor. Keyingi xonamizda zal qismimiz bo'ladi. Zalimiz ham juda katta razmerda. Zalimizni arkasini ochib olsangiz bo'ladi. Balkon 2 ga 6 bo'ladi. Balkonimiz katta, ochib olsangiz katta zal bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqadi. Keyingisi mana kuxnyani ham ochib katta qilib olsangiz bo'ladi. Mana bu choy ichib o'tiradigan joylari bo'ladi. Undan keyingi xonamizda yuvinish xonasi bo'ladi. Yuvinish xonasi, keyingisi hojatxona. Xohlasangiz ikkalasini qo'shib birga qilib olsangiz ham bo'ladi. Joylashgan joyimizga keladigan bo'lsak, Mirobod tumani, Bakaleya. 4 qavatli domni 2-qavatida joylashgan 67 kvadratli 3 xonali xonadonimizni telefon qo'yasizlar.